Shoshilinch xabar. Pensiya oluvchilar ogoh bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Xabarimiz keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Pensiya bilan bog'liq yangi tartib joriy etiladi. 2025-yil 26-iyundagi prezident farmoniga ko'ra, pensiya bilan bog'liq ma'lumotlar raqamlashtirilib, fuqarolar uchun qulay va avtomatik xizmatlar joriy etiladi. Iyul-oktyabr oyida har bir mahallada hokim yordamchilari, mahalla yettiligi a'zolari bilan hamkorlikda fuqarolarning mehnat daftarchasi ma'lumotlari tuman, shahar, bandlik va kambag'allikni qisqartirish bo'linmalari orqali raqamlashtiriladi. 2026-yil 1-avgustgacha oliy ta'lim muassasalari talabalarining o'qish davriga oid ma'lumotlari to'liq raqamlashtiriladi. Ushbu ma'lumotlar avtomatik ravishda elektron bazalar orqali tegishli vazirlikka yuboriladi. 2026-yil 1-dekabrdan Mening pensiyam onlayn xizmatlari joriy etiladi. Ish staji va oyliklar asosida pensiya miqdori oldindan aniqlanadi. Pensiya bilan bog'liq barcha xizmatlar to'liq elektron, proaktiv va interaktiv shaklga o'tkaziladi. Ya'ni fuqaro ariza bermasdan ham xizmat avtomatik amalga oshiriladi deyilgan xabarda. Do'stlar, ushbu xabardan boshqalar ham ogoh bo'lishlari uchun like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.